Assalomu alaykum hammaga. Biz Shovot tumani Yuqori Kirobdamiz. Bu yerimizdan gazdan отопление o'tirib berdik. Bu yerga hamma material o'zlarimizdan bo'ldi. 25 million so'm pul bo'ldi. 12 tochka bo'ldi, 8 yera batareya qo'yildi. Kotelimiz 1 tochka, nasos sistemalarimiz 1 tochka bo'ldi. 40 metr 32 lik, 70 metr 25 lik, 30 metr 20 lik ishlatib berganmiz. Mo'rlarimiz 89 diametrda 6 metr bo'ldi. Og'acha to'g'ri yakkan uchun saliberni aylantirib berdik bratot bilan. Dolanımızı 18'den 2 kere koyup berganmiz. Batareyalarımız alüminyum batareya 500 lik 10 santimlik. Her birine 90 gradus büküp rezvalarını yonup rossiyskiy latsunli kraniklardan koyup işletip berganmiz. Zallarımız hemmesine 20'den koyup berdik. Hemmesini özünden aylanada oynatib. Koteldan uzaklıktaki batareyalarımızdan 18'li 17'lab taşıp berganmiz. Kotela yakın birinci tochkalarımıza 15'ten 2 kere koyup berdik. Keyin o'rtalikdagi spanellarimiz ham 15'ten tashlab berganmiz. Bu ham oxirgi spanelimiz. Bu yerimizdan 17 lat birini tashlab berdik. Bu oxirgi zalimiz, oxirgi tochkamiz. Bu yerimizdan 20 lat birini tashlab berganmiz. Keyin shu aytgan ishlarimizdan xudo xolasa kotelimizdan, aytgan verjarimizdan, o'zlarimiz aytgan ishimizdan 1 yil garantiya. Xudo xolasa ko'rib borasizlar, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab gaz отопление, ko'mir отопление o'tiramiz. Keyin Rossiyada yurganlar danışishlar uchun Rossiyada ishlab turgan Max degan приложение bor ekan, Telegram, WhatsApp ishlamay turgan uchun mana shu приложениеni ustunovkasi ko'pmiz, xohlasanizlar. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Shu orqali bog'lansangizlar ham bo'laveradi. Sog'inglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Shu kanalimiz rivoji uchun layklarni bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Отопление o'tiraman deb bilgan danışib berishlari videoni tashlab qo'yinglar. Kanalimiz manfaati uchun. Hammaga rahmat. Sog'inglar, salomat bo'linglar.